O'rtoqlar, pastlikni qaranglar. Uylarni qaranglar. Вообще lekin. Вообще. Bizda bugungi yo'l juda ham bir qiynaldik. Bugun juda ham ko'p yo'l bosib o'tdik. Menimcha boradigan bo'lsak, hozir bir menimcha bir 50 kilometr bosib o'tadigan bo'lsa kerak. Ertaga Italiyaga kirib borishimiz kerak. Mana pastlikni qaranglar. Voy. Вообще lekin. Bugun video chiqmadi. Chunki faqat yurayapmiz bugun. Video olishga ham ozgina odam xohishi bo'lmadi. Chiroyli joylar bo'lsa ham, chunki ertaga Italiyaga yetib olishimiz kerak. O'shaning uchun tezroq yurayapmiz. Hozir mehmonxona qidiryapmiz. Mehmonxona yo'q o'rtoqlar. Chunki hamma joyimiz o'zi mog'orlab ketdi. Bir kirib yuvinadigan bo'lmasak, kirlarimizni yuvib, ozgina relaks qilmaydigan bo'lsak, charchab qolyapmiz. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.